Assalomu alaykum Murod metal kuzatuvchilari. Navbatdagi Samarqand fasl darvozamiz tayyor bo'ldi. Baliqchiga borib o'rnatib beramiz. Bitta video obzorini qilib o'tamiz. Bu materiallarni tanishtiradigan bo'lsak, qo'nning atrofi 10 gon profilda brus bo'lgan. Listlari 2 qavat brusak pulsovoy list bo'lgan. Shumkali variantda bo'lgan. 6 ga 4 qismlari 1.7 stenada bo'lgan. Buni tanishtirish hojat yo'q. O'ta full variantda bitgan darvozamiz. Bu darvozamiz ham Samarqandga olib borib o'rnatib beramiz. Samarqand fasl darvozamiz. Bu ham xuddi shu variantda, full variantda bitgan darvozalar. Bu yangi chiqqan variantdagi darvozamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib Mana bu yerda byudjetli variantda darvoza so'raganlar uchun kvadrat 700 ming variantda ham darvozalarimiz bor. Mana bu yerda shtampovniy variantda darvozalarimiz bor. 600 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrat metri, 800 ming so'mgacha chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановка bepul.